Hayotbek aka, rostdan ustoz Rustamjon domla bilan birga umra qilamanmi? Ha, albatta, nafaqat umra qilasiz, birgalikda ziyorat, ilmiy suhbatlarda birga bo'lasiz. Voy, mashalloh. Aka, qaysi kunlarga reys? Tezroq ayting. 30-iyunga Toshkent Madina, Madina Toshkent yo'nalishida reyslarimiz bor. Mashalloh. Vodiydan xohlasangiz 1-avgustga Namangan Madina, Madina Namangan yo'nalishimiz bor. Voy voy voy. Aka, mehmonxonalar-chi? Mehmonxonalarimiz qanday? Mehmonxonamiz Madina Munavvarada, Madina Golden Zahabi, 60 metr masofada. Bu yaqin, juda go'zal. Juda yaqin. Makka Mukarramada, Ajiyat ko'chasida turasiz. Nuhbatul Xoyr, G'odir Ajiyat 1 kilometr atrofida. O'sha gap rostmi? Taomlaringiz, o'zbek taomlari go'zal ekan sizlar. Albatta, 3 mahal Madinada, 3 mahal Makkada milliy taomlar bilan mehmon qilamiz inshaalloh. Unda men shoshilib qolay. Tezlik bilan meni yozing. Ustoz Rustamjon domlani guruhiga aynan 30-iyulga meni yozing. Qarindoshlar bor, birinchi kuni Namangandan uchishadi. Ularni ham yozasiz. Hozir telefon qilaman ularga. Aka, tezlashaylik. Xo'p, bo'ladi.